Arab tili qiyin emas. Keling, bir daqiqada sizga 0 dan 100 gacha sanashni o'rgatishga harakat qilaman. Avval 1 dan 10 gacha sanashni bilib olaylik. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Endi 11 ga kelsak, arablar bizdan farqli ravishda birlik sonni birinchi aytadi. Ya'ni 1 10 shaklida. Shunda 11 ahada 10, 12 12, 13 13. Shu shaklda 19 gacha sanaladi. 20 esa 20 deyiladi. Qolgan yaxlit o'nliklar esa birlik songa 10 qo'shimchasi qo'shish orqali yasaladi. 3 30, 4 40, 5 50. Oradagi sonlar esa birlik plus o'nlik shaklida aytilaveradi. Masalan, 45 demoqchi bo'lsangiz, 5 va 40 deysiz xolos. 100 soni esa 100 deyiladi. Sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashishni unutmang.